deb albatta boray. Shu otiga yarasha buni salgina bir obro'y bo'lsa kerak deb o'zim haqiqatan obro'y yaxshi ekan. Bu sanatoriya Marvarid sanatoriyasi Termiz rayonidagi sanatoriya ekan. Shuning uchun taklif qilamanki, og'aynilarga kelib shu yerga dam olib, yaxshi kayfiyat bilan damni olib, yotib ketishlarini iltimos qilaman og'aynilarga. Urug'larimiz, masalan, o'zimizning hamsoyalar ham borsam hali so'raydi, qanday ekan. Men aytaman-da, birodar, bu sanatoriya men ko'p sanatoriya ko'rdim. Bu Marvarid degan sanatoriya otiga yarasha ekan. Oti chiroyli uchun o'zi ham chiroyli ekan. Berang xizmat qilayotganlari ham chiroyli yigitlar ekan. Doktori ham chiroyli ekan, ovqatlari ham chiroyli ekan. Baba, davolashlari qanday ekan? Endi davolashiga qolganda mana 2 kundan beri meni shunday davolayapti. Oyoqlarimga to'kti qo'yapti. Kallalarimga to'kti qo'yapti. Orqalarimga to'k qo'yapti. Men bunday bu mana ko'p joylarda bor. Mana bu yerda kelib davolanish uchun qon olayapti. Boshqa hunarda halklarini qonlarini olib ketyapti. Narsalarni ko'rtayapti. Albatta bu sanatoriya bu O'zbekistonda bitta desam ham bo'ladi, bitta desam ham haqim ketmaydi ekan. O'zi qarashlari ham, doktorlari ham hammasi o'zlariga, hammasi baquvvat. Baba, qayerdan kelgansiz davolanish uchun? Men davolanish uchun Denov rayoni Hazarobod sovxozidan kelganman. Necha yoshda bo'ldingiz? Men hozir 28-yil, men veteran ulug' vatan urushlarini ketida xizmat qilganman. Hozir 98 ga bo'laman. 98 yoshdamisiz? Ha. Hozir 98 endi bu nasib bo'lsa yaqinda 99-100 ga chiqib qolamiz. Lekin Denov rayonidan kelganman. Hazarobod sovxozidan men veteran, ulug' vatan urushi boshlangandan bizlar yosh 14-15 ga bo'lganmiz. Urush boshlanganda bizlar qiynalib, shunday katta bo'lib, sag'ir bo'lib o'tganmiz. Lekin keyinchalik mana umrimiz bor ekan. Xudo shuncha bizga umr bergan ekan, shuncha rizq bergan ekan. Mana balalarimiz bor. Xudo shukr, o'g'il qizlarimiz bor. Mana bugun kelib davlatga ish qilganmiz. Davlat ishini qilganmiz. Davlatga paxta terib berganmiz. Tonnalab, 200 tonnalab davlatga paxtalar terib berib xizmat qilganman. Lekin davlat shuni yer yuzi haqiqatan yuzaga chiqarib, menga yaqinda mana xotiralarga pullar berdi, medallar berdi. Xotirada olib borib meni shunday davlat shunday e'zozladi. Shuning uchun davlatimizga ming rahmat, boshimizga turgan rahbarlarimizga ming rahmat, katta rahmatimizga shu O'zbekistonning egasiga rahmat, prezidentimizga, shu bu sanatoriyaning egalariga ham, doktorimizga ham, tekshirayotganimizga ham, buxgalteriga ham, povurlarimizga ham, yaxshi ovqatlarni damlagan, qilib tayyorlagan nevaralarimizga ham rahmatlar aytaman. Albatta men bergi mana kelib 2 kun bo'ldim. 2 kundan beri men juda ham yaxshi, joyim chiroyli, televizor ko'rinib yotdi. Tilari kelib tekshiryapti, bu nimada davolanamiz o'lchayapti. Bu davolanamiz yo siz dadil ekasiz, siz zo'r ekasiz deb albatta men ko'nglimni ko'tarib ketyapti. Bularga ming rahmat aytaman. Boshqa undan ziyod hech sanatoriyalarda borayotgan bo'lsam, men bunchalik izzatni, bunchalik hurmatni ko'rmaganman. Nechta sanatoriyalarda yotdim, uzoqlarda borib. Lekin o'zimni Obro'simni sanatoriyasiga birinchi marta Marvarid degan sanatoriyaga keldim. Bu Marvarid o'ziga yarasha Marvarid ekan. Oti chiroyli uchun bularda xizmatchilari ham chiroyli, povurlari ham, doktorlari ham hamma chiroyli ekan. Oti chiroyli bo'lganini o'zlari ham chiroyli bo'ladi. Shuning uchun shularga rahmatlar aytaman. Parvardigor Alloh shularga kuch-quvvat bersin. Shu Marvarid uzoq muddatlar ishlab ketaversin. Shu rahbarlari ham zo'r bo'lib yursin, hammasi dadil bo'lib yursin. Men shunday chaqiriq olaman, shunday chaqiramanki, uzoqda yurgan qarindoshlarimiz, hamsoyalarimiz agar dam olaman desang, Marvaridga kel. Marvarid degan joy bu sanatoriya eng bitta shunday bir chiroyli, yaxshi, bir shunday joylari chiroyli, xonalari chiroyli,
odamlari chiroyli, shunday joyga kelib dam oldim. Men u yerda hamsoyalarimga ham, qo'shnilarimga ham hammasiga aytaman. Bor, uzoqqa borib yurma. Boraylik, o'zimizni Marvarid degan Termizga sanatoriyamiz bor ekan-ku. Borib shunga damni olish kerak. Hamma sharoit bor ekan. Hamma sharoit bor. O'tirasizmi, damingizni olasizmi, kelib doktorlar tekshiradimi? Onalar narsa qilyapti. Ovqatingizni xohlaganingizni oldingizga qo'yapti. Yeganingizni yeysiz, yemaganingiz ustol ustiga turayapti. Otasiga ming rahmat. Shuning uchun men katta va'da beramanki, nasib bo'lsa, yana akillardan shunday betobga menga davlat bersa, men shu Marvarid sanatoriyasiga kelib, yana qizim bilan kelib shunday dam olib ketishiga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Shu doktorlarimiz ham sog' bo'lib yursin. Shu rahbarlarimiz ham sog' bo'lib yursin. Shu powerlarimiz ham sog' bo'lib yursin. Hammasi salomat bo'lib yursin. Bir duo bering bizga. Amin. Parvardigor shuncha shu qilgan xizmatlari yer yuziga chiqsin. Doktorlarimizni, powerlarimizni, shu rahbarlarimizni, shu prezidentimizni ham ishi yuzaga chiqib, hammasi sog' bo'lib salomat yursin. Shu sanatoriyamiz eng shu respublikaga birinchi o'ringa chiqsin. Rahbarlarimiz ham birinchi o'ringa chiqib, yuzi yorug' bo'lib yursin, bardam bo'lib yursin, baquvvat bo'lib yursin. Allohu akbar.